Assalomualaykum hurmatli polvon opozlar, akalar, ukalar, hurmatli uloq ko'pkar shaydalari, akalarim. Mana yozayotgan ikki pay emas, bir pay qizillaydi u deyotgan akalar. Mana bu birinchi pay mana. Chizig'i ko'rinib turadi akalar mana. Mana hamma joyning chizig'i ko'rinib turadi birinchi payda. Mana bu ikkinchi pay mana. Biron joyda bir chiziq ko'rinmaydi. Ikkinchi pay uriladi 100%. Bizda bir pay urib, ertan ega sinib ketib gapni sinadigan joyga kelamiz. Mana bunday chiziq ko'rinib turadi. Mana bunda umuman chiziq ko'rinmaydi. Mana taglarni ham olib qo'yanadim. Bunda o'sha egarda chiziq ko'rinmaydi bizga egarlarda. Mana biz egarlarda tagida mana birinchi payda chiziq ko'rinib turadi. Ikkinchi payda chiziq ko'rinmaydi. Egarlarga 100% javob mana ichlari keng, moshni o'taydigan joylari ham bemalol ko'p joylashadi. Mana hantoqtab qo'y ko'rsatasan-da, ichim kengligi aniq ko'rinadi. Bunday. Mana bemalol ko'raveringiz. Ichlari 45 sm. Ikki kishi o'tirsa ham bo'ladi. Bemalol ha, ikki kishi o'tiraman. Qoshlariga ham javob. Enkiganda ham ko'kragini urmaydi. Qoshlari quloqni urmaydi eng asosiysi. mana yo'lni aytganlar.